Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men oliy toifali lor shifokor Abdulazizov Farruh Xolmamatovich bugun sizlar bilan burun to'sig'i qiyshiqligi haqida gaplashamiz. Burun to'sig'i qiyshiqligi statistik ma'lumotlarga ko'ra 90-95% odamlarda uchraydi. Lekin 50-55% odamlar burun to'sig'ini to'g'rilatish amaliyotiga muhtoj. Qaysi belgilariga ko'ra degan savollarga, ya'ni burundan nafas olish buzilishi, xotira susayishi, yurakda shovqin bo'lishi, uyquchanlik, gormonal buzilishlar, bundan tashqari burundan sababsiz qon oqishi, sababsiz bosh og'rig'i belgilari bilan bular burun to'sig'ini to'g'rilatish, ya'ni septoplastika amaliyotiga muhtoj bo'ladi. Shuning uchun bemorlarda yuqoriga aytgan belgilarimiz yuzaga kelib, bemorlar lor vrachiga murojaat qilishadi. Lor vrachiga murojaat qilganda o'sha burun to'sig'ini to'g'rilash amaliyotini tavsiya qiladi. Amaliyotni tavsiya qilgandan qo'rqish kerak emas. Bu amaliyot xavfsiz, bir bemor hayot sifatini oshiruvchi amaliyot hisoblanadi. Bunda bemorlarda o'sha operatsiya to'g'ri va samarali yuzaga chiqqanda bemorda yuqoridagi aytgan belgilarimiz yo'q bo'lib, bemor faoliyati, ishchanligi, xotirasini yaxshilashi, gormonal buzilishlar yo'qolib, undagi hayotga qiziqish yana ham ortib boradi. Shuning uchun bemor o'rtoq kuzatuvchilar, sizlarga lor vrachiga murojaat qilganda burun to'sig'i qiyshiq ekan degan fikr bildirsa, unga e'tiroz bildirmasdan, buni oqibatlari, sabablari, uni qanday belgilar yuzaga chiqishini so'rab va bu belgilar sizlarda bo'lgan taqdirda unda vrachga murojaat qilib, burun to'sig'ini to'g'rilatish amaliyotini bajarsalaring bo'ladi.